Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, arslondek yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Jenim bolam, mening yuragim og'ribda turibdi. O'zlari bir tarafga ketgan bo'lsalar, yaxshi bo'lamdikan deyman. Qachon nur chechib, atar oltin tap. Otmamdikin deb bo'lmag'in hamta. Subhi yordi bu tap. Baribir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusamiy aka, nusrat tilaymiz. Benim Abduxoliq Uyg'ur, pichonni ammog'icha kammaymiz. Ochil. Nima ochil? Qizil gul ochil. Yana ma'u qori taxtiga bir nimalarni yezib qo'yibdi. Bu xatlarda zirzavrimi yo'q, bismillahmi yo'q. Mundaq bir nimalarni yezishmi dinimizga xilof. Ularning og'zidan chiqqan so'zlarni anglashgan kishi taqat qilib tura olmaydi. Shoir shu topda istibdod, zulm, tuhmat, jaholat, nodonlikdan iborat qop-qora tuman ichida qolgan edi. Qora tuhmatning xanjiri uning yuragini tilib pora-pora qiladi. Jaholat, nodonlikning chayollari zahar xandirik bilan neshtar uratdi. U mushkulda o'zini tutib elib, "Ey odamlar, nima da'votsizlar? Nima deb jo'ylayapsizlar? Sizlar zoda nima qilmoqchi?" deb vorqiradi. Bu so'zni qilganda shoirning tishlari kirishib, ko'zlaridan g'azab uchqunlari chaqnab ketdi. Shoirning bu so'zlari Jisa darvishlarga xuddi gumbazda yong'oq to'xtamagandek qilchi ta'sir ko'rsatmadi. Amaliyotda ular gap ta'sir qiladigan odamlardan emas edi. Birlari istibdod siyosatga qo'lchumoq bo'lgan qora niyat bo'lsa, biri xurabiy e'tiqodning zanjiriga bog'langan. Jahillikda qilsi qetib gran toshga aylanganlar edi. Parti o'rindiqlarni ko'tiringlar, aprep mening hoylamga tashlab qo'yinglar. Yerib o'tim qilaman. Jisa kerilib turib buyruq qildi. Uning odamlari parti o'rindiq doskalarni o'lja olganda ko'tirib chiqib ketishmoqda edi. Darvish bir partini ko'tirib ketib etib, Jisaning oldiga kelganda hijiyib, "Tavus sotadigan partam yo'q, qiynalib deb chiqib ketdi. Shunda qilib bu kishilar birdanning ichida jannatdek o'qish yurtini tunguz tilgandek vayron qilib etdi. Shoir bu yirtqichlar bilan elishmoqchi, ularni to'smoqchi bo'ldi. Ammo Abdurahmon Mahzum o'g'lini to'sib gap qildirmaydi. "Bo'ldi, gap qilma, bosh saqaysin." Hisomidan Zufar oldirash kirib keldi. U go'yo bo'lgan ishlarga pisand qilmagandek qarabmi qo'ymasdan shoirning yeniga kelib, "Yuring, bizning uyga ketaylik" deb boshlab chiqib ketdi. U eshikdan chiqibla shoirga, "Biz bundoq bo'lishini oldin mo'ljarlagan edik-ku, kerak yo'q. Bizda bog'da teg'idek yimirilmas ruh, yalquntoqdek o'tqi chidamli g'ayrat bo'lishi kerak. Shundoq bo'lgandila oxirgi hisobda maqsadimizga yetamiz." 5-bob. Urumchi degan cho'ng shahar, bir yalagi yolg'iz ketaverma, ezib qolasan. Qiyumbekning o'zitish vaqtida qeyrindoshlik sufiti bilan qilgan so'zlari harvida xuddi bo'shikda yotgandek irg'anishib ketayotgan Abduxoliq Uyg'urning qo'liqida jaranglaydi. Urumchiga yetgan kuninglar xat yozib pochtadan selivat. Onam g'am qilib ketdi. Men aytgandek, Urumchida boshqa kishilar bilan ko'rishiman demay, Husseynboy bilan ko'rishgan. Hozir Urumchida uning oldiga o'tadigan cho'ng boy yo'q. Uning yuzi cho'ng, jonjullar bilan ko'rishaverdi. Birar sinflik maktab echish ancha cho'ng masala emas-ku. Yuqorida ma'qul kelsa, bu yerdagilar g'in qilinmaydi. Turpanda birer sinflik yangicha maktab etishning imkoniyatlarini izlab Urumchiga ketayotgan Abduxoliq Uyg'ur yo'l bo'yi xiyol bilan band edi. Bo'libmi, Urumchiga yetganda kimlar bilan ko'rishish, qandoq so'zlashish, Yang Jangjunga tutadigan arz xatni qandoq yezish to'g'risida to'xtamay o'ylanadi. Tasavvur qilganda bu ishlarning hammasi o'rinliq bo'lib,
o'ngishliq hal bo'ladigandek bilinadi. Bu albatta kishini xursand qiladi. 1928 yilining may oylari. Havoning rosa tangshak vaqti. Shunga shoirning bu safari har jihatdan ko'ngillik edi. Biroq shoir o'ltirgan harvini haydab mangan Salih Harvikashning kam so'zligi, qo'polroq ko'rinishi shoirning ko'nglini bir oz g'ash qiladi. Egiz bo'yliq, simsaqal, ko'k ko'z, o'ngi oq siyriqqa moyil, ikki mangzidan qon tapchib turadigan. Yosh qurami davondan oshgan bo'lsa-mu, tetik, sog'lom ko'rinadigan bu Harvikashning 2 kundan buyon tuzuk gap so'z qilgani yo'q. To'li vaqtlarda yovli qilgandek harvini yondab piyoda mang'atdi. Ba'zida harviga chiqib o'ltirgan chaqladimi otlarning mingishi. Yo'lning egiz pastligiga diqqat qilib, ko'ngil qo'yib harva haydigandan boshqa o'lpatlashadigan biror alomat ko'rsatmaydi. Shunga shoir uning mundaq jimg'ur mijoziga bo'ysunib, uning bilan onchi kori bo'lmadi. U bahuzur xiyol surib, xiyol tugisa kitob ko'rib, ko'nglini ko'taradi. Harvalar yo'lga chiqib atsi, qirchintal bilan purkangan davonching jilg'isiga yetib kelgan edi. Tarixdan buyon Tangriteg'ining janubiy bilan shimolni tutashtirib kelgan davonching jilg'isi olmosdek parqirab turgan gigant tog'larning o'ttirisida xuddi ikki toqqa qisilib qolgan yeshil jiyakdek chiroyli ko'rinadi. Jilg'ida yana davonching sozliqlaridagi yuzlagan buloq suvlarining qo'shilishidan hosil bo'lgan xeyli ulug' bir qaram suv toshdan toshga urilib shovqullab oqatdi. Bugun paxta bosgan 4 harva dal shu yaqinning sharqi tarafidagi yilon bag'ri so'zilgan tog' yo'lida ketayotdi. Harvalarning chaqidan va ot tuyoqlaridan ko'tarilgan taroq-turuq ovozlar bilan ich otning do'mbilariga o'rnatilgan qo'ng'iroqlardan. Shuningdek, harva gudunglardan chiqqan sadolar jilg'i ishini jaranglatib, zilzilaga keltirgan edi. Harvikash birdilla naqshi boshladi. Uning gurkirab chiqadigan kuchli ovozi tog' ichiga jon kirgizdi. Istiqorliq oli tog'lar, bu holimni ko'rdinglarmi? Dushmanlarga asir bo'lib tushganimni ko'rdinglarmi? Nazar aylang ko'z yoshimga, hech kim kelmas bu qoshimga. Qamchi yig'ib bu boshimga, turg'animni ko'rdinglarmi? 40 yigitim barcha qilib, o'zimni men g'amga selib, Ahmad bagni billa elib, tushganimni ko'rdinglarmi? Banda bo'ldim shul iroda, qoldi sonsiz men baloda. Dushman otliq men piyoda, yurganimni ko'rdinglarmi? Yusuf Bagdar sinem bog'lab, armonim ko'p mundi yig'lab, ot oldida qulim bog'lab, borganimni ko'rdinglarmi? Pah, odam bolalar degan ajoyib, ha? Dedi shoir o'z hayronligini besib olmay. Turpandan chiqib hozirga qadar Salih Harvikashning naqshi bilidu yoki mundaq jarangliq naqshi aytidu deb o'ylamagan shoir uning birdilla naqshi aytib tog' ichini jaranglatganiga hayron qolgan edi. 2 kundan beri ismlarini so'rashgandan boshqa gap so'z qilishmagan shoir bugungi fursatdan foydalanib uning bilan bir oz mungdashqisi keldida naqshi tugash bilan so'z ochdi. Salih akamdek obdan naqshini ko'rganda tog'larning ichimi jaranglab jonlanib ketadi ekan, ha? Yosh chaqlarimda ancha-muncha naqshi aytadigan. O chaqlarda bugungidek bo'g'ilib qolmaydim. Ilmi jiq yaxshi ekansiz. Sening yoshlig'ingdan o'tigimning pashnisi yaxshi degandek tog' ichini yana siz jaranglatdingiz. Harvikash ortiq so'z qilmadi. Uning inkos qaytirmay jim bo'lib qolganiga qaraganda o'ziga bo'lgan madahiyini ancha yoqtirmaydiganligi chiqib turadi. Shoir endi echilgan suhbat pardasining yepilib qilishidan ansirgandek bo'lib, yana so'z ochdi. Bu yil qancha yoshlarga kirgansiz? 60 ga yaqinlashib qoldim. Harvikash bir oz to'xtab elib, qandoqdir bir ishlarni esiga olgandek birpas jim bo'lib qoldi. Orqadan shoirning ko'ziga yaqinlik qarab, "Ufkam, men Anjalli qochgan vaqtlarda 9-10 yoshlarda edim. O chaqlarda biz qumulda edik. Ota-onam boy edi. Ishkirdan Zozongdan, Liu Jintang deganlarning askar tortib chiqqanini obdonli bilaman. Hozirgidek ko'zimga ko'rinib turdi. Bu gapcha taktingiz qumulliqkanda.
turpanda Salih qumulluq desa meni tonimaydigani yo'q. Yusuf Ahmadning naqshisini aytganingizga qarab men sizni qumulluq bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. O'ylagan yerdan chiqdingiz. Bu taraflarga qachonlarda kelib qolgan? Hozir o'ynada. Qo'sh qarizda. Bu tarafga kelib qolganimni so'zlab kelsam gap to'la. So'zlang, bu uzun yo'llarni gap so'z bilan besib tugatmasak qandoq tugatamiz? Bu deganingizga to'g'ri. Mening osonlikcha koni ishlarni so'zlamaydigan eski mijozim bor. Nimishqa desangiz, o'tgan ishlarni so'zlasam, koni qaqash echilganga o'xshash beoram bo'laman. Shuningdan qechib, o'tgan ishlarni o'ng'ayliqcha so'zligim kelmaydi. Xiyolimga keltirmayman. Ko'milgan narsalar ko'milgan peti turaversin degim keladi. Bo'ldilar. O'tgan ishlarni qayta tilga olmayli. Qeyrig'anda o ishlarni so'zlab yurakni zida qilganning nima foydasi? Bag'ringizni tildigan ishlarni bizdek yoshlarga o'tkazib eting. Biz ko'tiramiz. So'zlamay ketsangiz, bir parcha sarguzashtni billa akatgan bo'lmamsiz. Undaqda biz ayni chog'dagi ishlardan xabarsiz qolamiz. O'tmishni biladigan odam qolmasa, tarix o'zilib qoladi. Siz jiq ishlarni beshingizdan o'tkazgandek qilasiz. Sizga o'xshash odamlarni tirik tarix, tirik kitob, tirik shohid deb tunaymiz. So'zlang, oyanmay so'zlang. Salih aka go'ya so'zligisi kelmayotgandek bir qiyofatda og'zidagi nosvalni purqig'ash, qo'lidagi qamchini o'ynatib, o'ng chetdagi otning sag'irsig'i yenik tekkizdi. Ondan birdilla burilib shoirga qarab so'z ochdi. Men bu ishlarni uzun yildan beri ichimga yutib, hech kimga tinmay kelayotgan. Tinsam kimga tinaman? Mollalarga so'zlasam, ularga xush yoqmaydi. Qiz taloqlar tayyorman. Bekor poshkal bo'lsa, yab yetiverdi. Suni singan yerga saptaydigan gap bor. Bu so'zlarni xush yoqadigan, qadr qimmatiga yetadigan odamlarga so'zlab berish kerak. Undaq bo'lmasa, so'zlaganning nima foydasi? Bugun siz talab qilyapsiz. Qarasam, bunga qiziqadigandek qilasiz. Bo'ladi. So'zlasam so'zlay. Zo'zondan chiqqanda Obdalla ismini bilatdim. Ularning qandoq chiqqanligini xeli aniq bilaman. Yosh vaqtimdagi ishlar odamning yodida toshqi muhr bosgandek turdi ekan. Ular chiqib, oradan 20 yilcha o'tgandan keyin Qumulda torpaqlar yig'iliqi bo'ldi. O chaqda men 34-35 yoshlarda edim. Oradan 4-5 yil o'tibla Temir xalpi yig'iliqi bo'ldi. Rasa qronimga yetgan chog'larim ekan. Ot mingim kelib turolmay, oxir otlanib, xalpam bilan birga Urumchiga keldim. Shu chog'larda biz naqshi aytib, mushu tog'larni yerivatgudek titratgan edik. Bu ishlarni yipidan yengsig'ichi bilaman. Shu yillari Eli Janjuni bilan Yuandaqwa o'ttirsida bo'lgan ishlarni bilaman. Bu ishlarni necha vaqtdan beri ichimga solab yurdim. İnsonchilikda bilgan narsangni boshqa biriga so'zlavatmasang, iching siqilib yurdi ekansan. So'zlay desang, qadriga yetadigan odam yo'q. Zo'zontaning chiqqanligi tarixda cho'ng voqea. Buni biz tarixlardan ko'rgan, ammo uning qanday chiqqanligini bilmaymiz. Siz bilganlaringizni qoldirmay so'zlab bering. Zo'zontan degan heyli mekerga usta qaqvash jangjun ekan. Jang deganning bir jang, 9 rang degandek. Zo'zontan har 10 askarga birdan alam tutqizib chiqdi. Askarlar yayoq so'zlib mengib keladi. Necha kunlargacha oyog'i uzilmadi. Qaya yili qarisi alam. Buni yiroq turlarda turib ko'rgan badavlatning poyloqchilari ishkirdan haddi hisobsiz askar kelyotidi deb tushunib qoldi. Shuning bilan anjonliqlar biri so'qish qilamiz desa, biri qilmaymiz deb birlikka kelanmay, oxir vayronchilikqa uchirdi. Oxir biri badavlatga zahar ishkizib o'ltiribdi. Uning Haqquli Quli degan o'g'illari shohlik talishib, bir-birini o'ltirib tugashdi. Ishlar mana shundoq bo'lgan. Siz haqiqiy tarixchi ekansiz. Tarixiy voqealarni tafsili ko'zlaydigan, atrofli xulosa chiqaradigan sizdek odam kam uchraydi. Ufkam, men o'qimagan qora turk odam. Degan bilan bir ishning oldi kayniga, o'ng so'l taraflariga tayshi sap soladigan eski mijozim bor. Uni eski mijoz demaymiz. Osh yegan tovoqni bilib, boshqa ishlarni bilmaslikni eski mijoz deymiz. Meningcha, sizga o'xshash bir ishlarni atrofli ko'zlaydigan odam kam tepiladi. Qani davomli so'zla.
Zosondan qiyirib qolgan Jangjun ekan. Liu Jintang degan Jangjun chiqib, Urumchida shunfu bo'ldi. U kishi bir qancha yil yurt so'rgandan keyin uning o'rniga Ru Yingchi degan kishi shunfu bo'ldi. U xeyli uzoq vaqt yurt so'rdi. Mening hisobimda 13-14 yil so'rdim ekan. Keyin uning o'rniga Lian Kuy degani keldi. Mushu orliqda chapsanli bir ikkisi kep ketib turdi. Biz ularning itini bilib bo'g'icha Yuan Dahua deydigan biri shunfu bo'lib yurt so'rdi. Tumir xalbi yig'iliqi bo'lgan kunlarda Yuan Dahua degani Urumchidagi ishini hozirgi Yang Jangjunga topshirib berib, o'zi ishkiriga ketdi. Yang Jangjun degani xeyli yomon tulki ekan. Yurt so'rig'ili hozir 15-16 yil bo'lib qoldi. Meningcha, har qancha yomon tulki bo'lsa-mu, bir kuni bo'lmasa bir kuni tumshiqidan ilinmay qolmaydi. Voy, davonga kep qopdimiz. Harvilar bir-birlab to'xtagandan keyin harvikashlar yerga tushdi. Ba'zilari yog' ko'zini elib chaq yog'lashga kirishdi. Ba'zilari isqirtib otlarni sug'ardi. Otlar Raurus dam elib olgandan keyin yana qo'zg'aldi. Oralıqda 50 metrdek mong'andan keyin yo'l birdila so'lga qayrilib davonga esilatdi. Davonchaning davoni qadimgi harvi yo'lida Janubiy Shinjang bo'yicha ham egiz, ham xatarlik davon hisoblanadi. Davonning janubiy yuzi qum sheg'il oralash yumshoq to'pilik bo'lib, uzunligi 1 kilometr, yan to'liqi 40-50 gradus keladi. Eg'ir yuk besilgan harvilarni bu yanto'liqqa haydab chiqish uchun bir harvaga yana bir harvining otlarini oshirib qo'shib, ya'ni harvining oldidagi 3 otga yana 3 otni ulab, jam'i 7 ot kuchi bilan so'rab chiqatdi. Agar bu ozlik qilsa, yana 3 ot qo'shib 10 ot kuchi bilan so'raydi. Harvi kashlar otlarning ikki tarafiga o'tib elib, ularga besim ishlatib, hadab qamchi so'qib, tog' ishini jaranglatib yetadi. Otlar qattiq besim ostida harvini kuchab tortadi. Lekin har 15-20 qadam olg'a siljiganda, xuddi maslahatlashib olgandek shaqqida to'xtab demini oladi. Ularning xirildab hozirashlari besilmayla harvi kashlar yana haydaydi. Harvilar mana shu taqlidda bir-birlab davon ustiga yetkaziladi. Davondan tushish bo'lsa, texmi qiyin ham xatarlik edi. Davonning teskay tarbi yanto'liqi taxminan 80-90 gradus keladigan g'iltang toshliq bo'lib, uzunligi taxminan 3-400 metr keladi. Davon ustida turib qaraydigan bo'lsa, davon ostidagi odamlar chimchilik qo'ldek ko'rinadi. Mundaq tik g'iltang tosh davondan eg'ir yuk besilgan. Shundaqla hech qanday turmush qurilmasi bo'lmagan harvilarni ich otning qushqunga o'ltirishiga tayinib elib tushish mumkin emas edi. Agar tavakkulchilik qilinadigan bo'lsa, harvi do'milab ketib, ot va harvi kashlarni nobud qiladi. Lekin amgakchi xalq donishmand edi. Harvini davondan tushirishda oldidagi 3 otni chiqarib, harvining kayniga ta'tir qetib qo'yapti. Bu chaqda yolg'iz ich ot bilan qolgan harvi davondan tushganda ta'tir qetilgan 3 ot keynichi teyishib minib turmuzning rolini o'taydi. Navada harvi yugurib ketay desa, ta'tir qetilgan 3 otning harvi kashlar yuqoriga qartib haydaydi. Qiypash umurtqiliq tashqirlardan shakllangan bu yamzal to'liq harvilarni ko'mtirib yetadi yoki o'qini sundirib yetadi. Ba'zida harvi kashlarni mumiyib qiladi. Shu sababdan harvi kashlar bu yerga kelganda harvini alohida diqqat bilan haydab o'tadi. Salih qumulliq harvisini avaylab haydab salomat o'tkazib olgandan keyin yana harviga chiqib so'zini davom qildi. Bu eriqni Chanfan eriqi deydi. Buni gunohkorlarga choptirgan ekan. Kim choptirgandi? Kim bo'lmoqchi? Ya'ni shu Yang Jangjun. Yang Jangjunning qilgan ishi oz emas. O'z ichida Xanzularni jiq o'ltirib atdi. Eli tarafda qo'zilan ko'tirgan boshliqlardan birini saq qo'ymagan gap. Rostini aytganda, bu Jangjun ko'ngli qara, niyati yomon ham gumonxo'r odam. Hatto Qashqar, Xotan, yakanlardimi ba'zi Xanzularni qo'zilanga histashlik qilgan deb o'ltirib tugitib, ondan yostiqni egiz qirligan Jangjun bu. Bo'g'ziga kelguncha qisasga bo'g'ilganda, to'g'ri aytdingiz. Buningda Xuntula o'zi uchiga chiqqan tulka,
Lekin tulki har qancha makkar bo'lsa-mu, oxir tumshuqidan ilinar degan bir gap bor. Bir kuni bu tumshuqidan ilinib qolamdi dehi, kim bilsin. Dedi Harvikesh va miyqida kulib jim bo'lib qoldi. Uning shu vaqtdagi qiyofatidan qandaqdir alamli xiyol dengiziga g'arq bo'lib atganligi ko'rinib turadi. Harva Chenfan eriqini yaqilab minib, Sesiq ko'lga yaqinlashgan edi. Shu atrofdagi o'ymonliqlarda qo'yuq va baraqsan ko'kligan qari yog'ochlar yop-yeshil bo'stondek ko'zga tashlanib turadi. Yomon bo'ldi. Dedi shoir Salih Harvikeshning so'zini anglash fursatining tugab qilayotganligiga ma'yuslanib. Sesiq ko'lga g'oz otqili chiqqanlar g'oz o'rkib uchib ketsa yoki shilapsini shamol uchirtib ko'lga tushiribsa, yomon bo'ldi deydigan gap bu. Siz nimaga yomon bo'ldi deyapsiz? Men so'z tugamasdan yo'lning tugab qolgani yomon bo'ldi. Ha, shu gapmi? Men texi boshqa bir sababmikin debdiman. Kerak yo'q. Oyog'imizdan shamol o'tib turdiganlar bo'lsa, so'zlashadigan fursatlar yana chiqib qoladi. Men degan bu yo'lda to'lib mengib turadigan odam yana fursat chiqadi. Bu safarda yana Ahmad tomoqning ishlarini anglab olaman deydigan umidim bor edi. Yo'l tugab qoldi-da. Siz yo'ldan o'tibmi? Yana bir muncha ma'nimiz. Angacha qisqa bo'lsa-mu so'zlab berishim mumkin. Dedi Harvikesh ochiq ko'ngillik bilan. Zehn qo'yib anglovchisi bor yerda notiq so'zlab harmagandek, Abduxoliqning o'z so'zlarini ixlos qo'yib anglaganligidan mamnun bo'lgan Salih Harvikesh ancha kechikmayla so'zlashga boshladi. Yang Jangjun qora niyatli qilib, Temir xalbi bilan Mo'ydin xalpani o'ltirib o'tgandan keyin Turpanda Ahmad Temir degan kishilar bosh bo'lib qo'zg'olon ko'tardi. Ular gangung odamlar ekan. Hukumatga bo'y bermasdan qo'zg'olonni bir yilgacha davomlashtirdi. Yurt ichida aplashmaganda toqqa chiqib oldi. Go'chong, Jimsar, Mori tog'larida yurib, hukumatni xeyli avora qildi. Bu ishda yana shu Yang Jangjun ustod keldi. U qo'zg'olonni bir muncha kishilarni setib olib, aldash usuli bilan bostirmoqchi bo'ldi. Bir kunlari qo'zg'olonchilar chechilib ketib, Ahmad o'zi yolg'iz qolganda uni tutishga hech kim yiqilib borolmabdi. 8-10 cherik yoyi uchrashib qolgandimi, Ahmad bosib chiqib ketadi. Bu gangungni oxir qandoq tutdi demamsiz? Buni bilib qo'yishga tegishli bir ish. Bu ishning tagida Ahmad tomoq bilan bir mahallik buvi ayol bor ekan. Bu ayol o'ttirg'i chiqib, Ahmadni qandoq tutish to'g'risida o'ylagan hiyli mekirsini aytgandan keyin hukumat taraf ma'qul bo'pti. Bu ayol bir xurjunga non to'qash, yal yemish qochilab, Ahmadni yo'qlab chiqqan bo'pti. Shu kunlarda Ahmad o'z yolg'iz bir g'olning ichida yurgan ekan. Hilgar ayol g'olga kirib, Ahmad Ag'un deb izlab, oxir uni tepib ko'rishibdi. Men sizni yo'qlab chiqdim deb, xurjindagi non to'qash, yal yemishlarni to'kib, uni mehmon qildi. Tog'da ochtoq yurgan Ahmad bir mahallik tunish ayolning ochiqqan narsalarni yeb, minnatdorlik bildiribdi. Ayol bo'lsa, tog' ichida uzun yurib ketdingiz. Hech kim sizni yo'qlab qo'yay demidi. Mening ishim og'irdi. Qandoqli bo'lsin, biz bir mahallada uzun birga o'ltirgan. Shuni yo'qlab kelay deb, hech kimga to'ydirmay chiqdim deb ko'ngil qo'yibdi. Va yurt ichida bo'lgan bir muncha ishlarni yetkazibdi. Eng oxirda sizga bir qur ishdan ko'nglik og'ash chiqdim deb, pishiq to'limida tikilgan ishdan ko'nglikni oldiga qo'yib, ko'nglikni shu zamon kiydiribdi. Tar ham yoqisi kichik tikilgan bu ko'nglikni Ahmad o'ltirib kiygan ekan. Beshi ko'nglik ichiga qoplashib, ko'zi etilib qopdi. Ayol uningga yordamlashib, u yer bu yerini o'ngshigan bo'lib, bir oz kechiktirib, sharat qilgan ekan. Daraxtlar orasida marab yotgan 10 yoyi taraf-tarafdan yugurib kelib, Ahmadni tutib bog'lab olibdi. Ahmadni ana shundoq tutib olgan. Bildingizmi? Agar shu ayol hiyli ishlatmagan bo'lsa, Ahmadni qo'lga tushirish mumkin emas edi. Harva mo'ykidan o'tib koni shahidlikka kelib qolgan edi. Shu paytda shoirning ko'ziga koni qabrlar orasida o'zini insonlarning ko'zidan qochirib yurgan qandoqdir bir qabih jodugar kampirning ko'langisi ko'ringandek bo'ldi. 7-bob. Har shaharning o'ziga yarasha manzarasi, go'zalligi, ortiqchiligi bo'ladi desak,
u chaqda Urumchi shahrining nemisini tilga olsak bo'lar. Urumchining janubdan shimolga qarab oqadigan daryosini tilga olsaqchu. Daryo degan ko'p narsa. Neni mashhur daryolar borki, dunyoning u chetidan boshlanib, bu chetigacha eqib o'tib ketadi. U daryolarning oldida Urumchi daryosi qanchalik bo'lmoqchi? Urumchining atrofi tog'liq desakchu. Dunyoda tog' degan mutoli gap-ku. Butkul Tangri qora qurum tog'lariga selishtirganda Urumchining tog'lari qanchalik bo'lmoqchi? Manzirasini tilga olg'ili bo'larmi? Ulanbay, Sayboq va Qiziltog' tumshiqining nerisida daryo yoqlab cheksiz uzunga so'zilgan qora yog'ochlarni ko'z oldimizga keltiramizmi? Uning qanchalik manzirasi bo'lsin? Qora yog'ochlik degan baribir qora yog'ochlikda. Hech vaqtda qarag'ayliq emas. Olma o'rik, shaptul jigdilik texmu emas. Amsa nemisi bor. Qandoq nemisini tilga olg'ili bo'ladi deysiz? Urumchining milliard tonnalik ko'mir zapisi bor. Ko'mir degan qora oltin. Hayotlik oningdan ayrilolmaydi desak qandoq bo'lar? Umuman, bu shahar o'zining yiqilg'u jihatdagi tangdossiz ortiqchiligi bilan bir o'lkaning siyosiy, iqtisodiy markazi bo'lib kelmoqda. Ana shu daryosi charxilondek so'zilib yotadi. Uning sharqi sohiliga chiqishib qurilgan bu shahar doim degudek istitaklar bilan qoplanib, tilsimotdek sirliq ko'rinadi. Qatmuqat ko'cha, zich selingan shahar uylari xuddi toshqin vaqtida daryo suvi Qiziltog' etikiga eqitib chiqib, ustiga bir qavat lotqa tashlab ketgan ahli chavar dövisidek qaramtul to'pirangida ko'rinadi. Bu shaharni yana ahli dövisi ustida uch yo'gilib yotgan oq yilondek 3 qavat sepil o'rab turadi. Shahar hayoti ana shu sepilning ichi va teshida qaynaydi. Aholi to'rt ko'cha va do'qmushlarda g'ujmaklashib tirikchilik qilishadi. Abduxoliq Uyg'ur hozir bu shaharda. U hordiqi chiqib bu yerga o'zlashib qolgandek his qildi. Endi u o'z muddaosi bo'yicha izlanib harakat qilishi kerak. Uning ko'z oldida shahar qaynam toshqinliq ko'rinadi. Bu yerdagi eng oliy huquqliq harbiy ma'muriy amaldorlar, nupuzliq boylar, mo'tivar zotlar bilan ko'rish. Ularning maslahatini elish shoirning Urumchiga kelishdagi tub maqsadi edi. Bu ishlarga bir-birlab menishga to'g'ri keladi. Lekin shoir ko'rishmoqchi bo'lgan boylarning ishi ko'p. Bir o'rinda muqim tura olmaydigan. Birdam kontorda, birdam mo'ykada, birdam buxgalterlar uyida yoki mehmondorchiliklarda yuradigan bo'lg'achqa ular bilan uchrashmoq oson emas edi. Ularning orasida buxgalterlar bilan yillik yoki fasllik hisobot qilishgan chaqlarda birer oygacha har qanday kishini qabul qilmaydigan. Bir tiyinning ustida tik turadigan o'mzili mijozlik boylarmi bor edi. Shunga shoir boylar bilan ko'rishish uchun ularning hashamatlik qo'ru joylarini, do'konlarini, mo'ykilarini kuniga bir qancha qaytimdan oylinib chiqishga to'g'ri kelgan edi. Shoir bugun G'oziboyni mo'ykidan topdi. Abduxoliq G'oziboyni izlab kelganda u lapos ustida yung taylayotgan ishchilarning ishiga qarab o'ltiradi. U shoirni ochiq chiroy qarshi oldi. Kelin Xoliq qori. Xo'sh, bir ish bilan kelganmidingiz? Bu uning cho'ng iltifot qilganligi edi. Shundoq boy aka, men zarur bir ish bilan chiqqan edim, dedi shoir umidvorlik bilan. Uning ko'zlaridan umid uchqunlari chaqnab turadi. Qani marhamat, qulug'im sizda. Hozir bizning yurtda ma'rifatga bo'lgan talab bak ustun. Yurt xalqi o'z bolalarini o'qitamayotganligi uchun qattiq hasrat chekmoqda. Bu to'g'rida bir ish qilayli desak, o'zingiz bilasiz. Yurtimiz kichik, fitnasi yomon yer. Yerlik amaldorlar bilan mutasib qori kuchlar yo'l qo'ymaydi. Bu to'g'rida yurtkilarning beshi qaytib, oxir meni Urumchiga yo'lga selishdi. Bu yerda har qaysingizlardek yurt kattalari bo'lgandan keyin Turponda maktab etishning yo'lini tepishga yordam beradigan umid bilan kelishim. Voy, bu yaxshi gap-ku. Durust. Hozir yuzlagan, minglagan bolalarimiz o'qishga muhtoj.
biroq maktablar yo'q. Meningcha bo'lganda Qeri Janjunning ko'zi ochiqli bo'ladi ekan. Bizning bolalarimiz o'qiydigan maktablarni ichishga hargiz yo'l qo'ymaydi. U so'zni chin turib oladigan odam. Mening hozir ishim aldirash. Bu yaqinda mol mondirmoqchiman. Mo'shinchilik so'zlab bo'ldi qilay. Siz eng yaxshisi G'ozibay mundoq dedi deb to'xtab qolmay, boshqa kattalar bilan aqllashib ko'ring. U sizga qanday aql ko'rsatgan, balki foydali maslahatlarni berishar. Shoir mo'ykidan qaytib chiqib, yana bir boy bilan uchrashib, o'zining kelish maqsadini aytganda, boy istiksa aralash kulib olgandan keyin mundoq dedi. Agar bu ishning imkoniyati bo'lgan bo'lsa, siz demisingizmi, allaburun o'zimiz maktab qurib, farzandlarimizni o'qitgan bo'lardik. Hozir shu imkoniyatning yo'qligi. Bu imkoniyatni tepishning o'zi mushukning bo'yniga qo'ng'iroq esish degan gap. Qani, bu qo'ng'iroqni qaysi chashqan berib osidi? Bu ishqa mening aqlimmi, vaqtimmi yetmaydi. Eng yaxshisi siz boshqa kattalar bilan aqllashib ko'ring. Shoir bugun Ishqiboy bilan ko'rishib, qattiq ranjigan edi. U ma'yuslangan holda No'g'ay masjidi oldidan o'tib ketayotganda, tikimchilik do'konidan notanish bir kishi chiqib, shoirga salom berib ko'rishgandan keyin, "Yuring, do'konda bir oz o'tirib keting" deb do'koniga taklif qildi. Shoir do'konga kirganda, do'kondor oldirab o'rindiq akilib, shoirni o'ltirishga taklif qilgach, "Siz meni tonimaysiz, balkim men sizni obdan taniyman" deb hurmat ko'rsatdi. Shoir Fatiha qilgandan keyin bu notanish kasb bilan sal o'ng'aysizlanib, omonlik so'rashdi. Kasb bo'lsa, so'zini davomlashtirdi. Abduqayyum Mahsum har qitim chiqqanda bu do'konga kelmay ketmaydi. Otangiz Abdurahmon Mahsum bilanmi uzundan tanishimiz. O'zim purish chechib o'ltiradigan kasb bo'lsammi, kishilarning hojatidan chiqadigan bir xislatim ortiq. Shuning uchun ko'p kishilar bilan tanishiman. Har qanday kishi mening do'konimga kelishga majbur. Qani qaysi katta, qaysi boy kelmaydi deysiz? Kelmay mumkin emas. Hammasi hojatman bo'lib kelishdi. Undaq desam, yana boshqacha tushunib qolmang. Sizning kelishingiz boshqa bir gap. Ammo kelganingiz yomon natija emas inshaalloh. Hech bo'lmaganda tunishimiz, mondishimiz, o'lpatlishimiz. Qani, tatilmay azoda o'ltiring. Do'konda 3 tikish mashinasi bo'lib 3 kishi bosh ko'tarmay kiyim tikatdi. Sohibxona bo'lsa kesimchilik qiladi. Bu odam ish qilg'ach, o'tgan kechganlar bilan paranglashib, jamiyatda yuz bergan ahvollarni bilib turadi. Abduxoliq Uyg'urning Urumchiga chiqqanligini aytisila anglagan ustam, shoir uyan-buyan o'tganda uni do'kon ichidan ko'rib tonib bo'lgan edi. Shunga u bugun shoirni to'sib, do'konga taklif qilib kirganligidan kayfi ko'tarilib, ochiq ko'ngillik bilan suhbat ochgan edi. Shoir do'konga kirganda notanish kishilar bilan ko'rishib, bir oz o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, ammo do'kondorning samimiy pozitsiyasiga qarab, bu yerga o'ng'ayli o'zlashib qoldi. Sohibxona shogirdlardan birini choy ochiqishga buyurgandan keyin shoirdan ahvol so'rashga kirishdi. O'zingiz o'ynab chiqdingizmi yoki bir ish bilanmi? Men Turpanda bir maktab ochishning imkoniyatlarini izlab chiqib qoldim. Hozir yurtda maktabga bo'lgan talab kuchlik. O'zimizcha maktab ochaylik desak, yerlik hukumat yo'l qo'ymaydi. Shunga Urumchi degan cho'ng shahar, katta odamlar ko'p. Bir yo'l tepilib qolarmikin deb chiqqan edim. Bu yaxshi gap-ku. Ishlaringiz o'ngishli yurishyapti. Bir yo'l tepilay dedimi? Turpandan chiqishda Urumchi degan cho'ng shahar, hukumat ishiga aralashadiganlar ko'p. Yuzi cho'ng, gepi o'tkir boylarmi bor? Shular orqali amal topqili bo'larmikin deb o'ylagan edim. Afsus. Uydagi hisob talog'i to'g'ri kelmayotdi. Xuddi siz degandek, bu kishilardan hech qanday madad ololmadim. To'g'ri. Siz ulardan madad ololmaysiz. Ular o'zlarini dunyoga boshqalardan madad elishqili yaralgan. Boshqalarga madad berishga yaralmagan deb hisoblaydi. Undaq bo'lmaganda, u kishilar sizga madad beradi. Shogird bola bir chaynak choy, 2 piyola va dasturxon ko'tarib chiqdi. Do'kondor dasturxonni yeyib, non sundirgandan keyin piyolaga choy qo'yib shoirga uzatdi. Bu do'kon pardasida choy qo'yish ayibga buyurmaysiz.
bizning bu yerdagi boylarimizga boykan deb yiroqdan qarash qilib bo'ladi. Yiqillab berishqa. Navada ularga yiqillab bordingizmi, shu olli saskinib ketisiz. Ularning demig'i ustin, o'zlarini boy deb hech kimni ko'zga ilishmaydi. Bu boyvachchiga qarang. U yo'lning u tarafida o'tib ketayotgan bir boyni ko'rsatdi. Abduxoliq derazadan qarab hosi tayinib o'tib ketayotgan salobatlik bir kishini ko'rdi. Bu kishi bilan tanishligimiz bormi? Yo'q. Undaq bo'lsa, men tanishtirib qo'yay. Bu kishining eti bir nima boy. O'z vaqtida o'tib ketgan Horon bekor talab, atidan kashkicha aroq ichib yuradigan bir odam edi. Aksi yana bir boy degan kishi uni birar yo'lga sep qo'ymoqchi bo'lib, bundaq yursang o'yat bo'ladi, ish qil, pul top, boy bo'l deydi. Bu kishi men pul tepishni, tijorat qilishni bilmayman deydi. Shuning bilan aksi, undaq bo'lsa men sana o'gitaman. Agar sizg'an siziqimdan chiqmaydigan bo'lsang, mol beraman, turpanga borasan. Bir saroyni o'nch ko'tira ol. Shamaydan mol keladi deb saroyni tozalatib yot. Bir 2 hafta o'tgandan keyin turpan boylarini, sodigarlarni, oxullarni mehmonga chaqir. Dasturxon mo'l bo'lsin. Bu buruklardan 5-6 ton tiktirib tayyor qil. Mehmondorchilik oxirlashganda oxullarga, cho'ng-cho'ng boylarga ton kiyguz. Qo'ling kang bo'lsin. Har haftada dasturxon selinib tursin. Shamaydan mol keladi. Mol yetib kelganda paxta, yung olaman degan so'zni ayonmasdan so'zla. Kishilar sening katta sehiy boy ekanligingni taniydi. Ondan kishilar bir-birlab paxta, yung sotimiz deb oldinga kelishga boshlaydi. O chaqda sen oldirmaysan. Mol yetib kelmadi deb orqaga tortisan. Kishilar paxta yunglarimizni ol deb yana keldi. Hatto yolvordi. Ahvol shu yerga yetganda yung paxtaning pulini mol kelganda to'lashga to'xtam qilib olasan. Olgan molni taylab manga chiqar. Men uni shamayga avatib, molga almashtirib kelgandan keyin sana avatib beraman. Sen mollarni setib, pulga aylantirib, ondan ularning pullarini berasan.